Bu juda badbashara bo'lib ketgan edi. Ular turli joylarda yashashgayam moslashgan edi menimcha. Ular kutilmaganda paydo bo'lib qolishlari bu juda yoqimsiz edi. Chunki hech qayerda tinchgina o'tirib bo'lmasdi. Ya'niki o'sha baland qavatda turibman, bu yerga yetib kelisholmaydi deb o'ylasa, ular hayvon zombiylarning o'sha ilon ko'rinishidagilari yoki bo'lmasa bir nima deydi, maymun ko'rinishidagilari osilib chiqib kelishardi. Yerda o'tiribmiz-ku, biz nima deydi, bino ichidamiz-ku deb ham bemalol o'tirib bo'lmas. Chunki yer ostidan kavlab keladiganlariyam bor edi. Yumronqoziqqa o'xshaganlari, yanayam kalamushga o'xshaganlari, yanayam quyonlarga o'xshaydiganlariyam bormi, ishqilib shunaqa. Va biz nima deydi, balandlikda o'tiribmiz, umuman bu yoqqa yetib kelishlari qiyin. Biz havo transportidamiz deb ham bo'lmasdi. Chunki u yerda ham endi mutatsiya tufayli ularda qanotlilari ham paydo bo'lgandi. Endi bilmadim, ular ko'rshapalak bilan gibridga aylanganmi yo bo'lmasa burgut bilanmi, yoki bo'lmasa yana bir boshqa uchar olmaxonlar bilanmi. Xullas kalom, havoda ham, yerda ham, yer ostida ham va hattoki suvda ham ulardan qutulib bo'lmasdi. Hamma yer bir xilday men uchun xavfli. Suvda akula bilan bitta bo'lgan hayvon zombiylar paydo bo'lishgandi. Xullas kalom, endi akulalar suvdan chiqib oyoqda yurgandan keyin qayerga qochib qutulish mumkin? Biz ko'proq men emas, do'stim Javohirga eng qiyin edi. Ha, albatta, u yo'llarni tekshirib kelardi. Meni oldimga bekitib qo'ygan joyiga qaytib kelguncha menga tashlanib qolishardi o'sha zombiylar.